Belorussiya prezidenti Lukashenkoning taklifini sizlar ham ko'rdinglarmi, o'rtoqlar? Mana shu videoni bitta ko'ringlar. Bu videoni zvukini o'chirib qo'yganman, chunki bu Lukashenko, конечно, o'rischa gapirgan va men buni so'zlarini sizga hozir o'zbekchada perevod qilib beraman. Xo'p, Lukashenko aytayaptiki, bizda qarovsiz qolib ketgan joylar ko'p, suv bemalol deyapti. Ya'ni qancha 40 million aholisi bor, lekin ularga, ya'ni aholisiga nisbatan O'zbekistonda yeri juda ham kam deyapti. O'zbeklar kelib bizga joylashsin deyapti. Ya'ni o'zbeklar kelsin Belorussiyaga, Belarusiyada ishlasin, bolalariga bir qandaydir obrazovaniya kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qishlarga topshirsin, oilasi bilan shu yerda yashasin, yerlar bizda ko'p deyapti. O'rtoqlar, bu Lukashenkoning taklifiga sizlarning fikringiz qanday? O'z vatanini tashlab Belorussiyaga borib yashagan yaxshimi, yokida ozgina qiyinchilik bo'lsa ham, yokida yerlar sal qimmatroq bo'lsa ham, o'zimizda tug'ilib o'sgan vatanda qolib yashagan yaxshimi?